Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi mashinamiz sotuvga chiqqan. Yili 88. Yaxshi holatda, 4 ta yumshoq balonlargacha qo'yilgan prashkovimiz sotuvda. Buni motorlarini ko'radigan bo'lsak, motorlari mana tiniq holatda, yog' yemaydi hech qanaqasiga. Yangi akirmalargacha qo'yib qo'yilgan. Buni orqa qismi mana ko'rib turganingizdek pritsep tortishga tayyor qilib, shunaqangi narsalarni ham qilib qo'yilgan. Balonlarning holatini ko'rsalaring, mana yaxshi holatda. 90 talik metani bor, metaniga ruxsatigacha qilib qo'yilgan. Hech qanaqasiga dokumentiga muammosi yo'q. Ichki salonlarni ko'radigan bo'lsak, yaxshi holatda. Olib bemalol minib tirikchilik qilgani yetadi. Mana tomida shunaqangi bagajlargacha bor. Xolasalaring atrofini o'zlaringga moslab tent qilib yopib olaverasizlar. Mashina yurib turgan mashina, tirikchilikdagi. Kim shunaqangi mashina oqtarib yurgan bo'lsa, bemalol telefon raqam qo'yamiz. Bog'lanib, narxini kelishib olsalar bo'ladi. Narxi hozir egasi aytayapti 13 million so'm kami bor deyapti. Mashinamiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomeriga bemalol telefonlashib, bog'lanib, narxini kelishib olsalar bo'ladi. Dokumentidan hech qanaqa muammo yo'q. Bemalol generallik domeniyasi chiqadi. Mashinani yana bir ko'ringlar. Yaxshi holatdagi mashina. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefonlashib aloqa chiqalang bo'ladi.